Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu Dunyoni ortda qoldirib filmi. Kutilmaganda boshlangan xakerlar hujumi butun boshli mamlakatni ag'dar-to'ntar qildi. Film voqealari New York shahrida boshlanadi. Endigina uyqudan uyg'ongan Clay xotini narsalarini yig'ishtirayotganligini ko'radi. Amanda oilaviy dam olgani ketayotganliklarini aytadi. Nega to'satdan bunga qaror qilganligini so'raganida Amanda odamlarni yomon ko'rishini va biroz vaqt ularsiz yashamoqchi ekanligini aytadi. Keyingi sahnada ularning farzandlari Archie va Rose'lar bilan tanishamiz. Rose kinomaniyaning ashaddiy muxlisi edi va zombilar haqidagi kinolarni miriqib tomosha qilayotgandi. Bir necha soatdan so'ng ta'tilni o'tkazishadigan uylarga yetib kelishadi. Uy juda ham hashamatli va keng edi. Itimni katagiga o'xshardi. Clay qimmatbaho ichimliklar turgan javonni ko'rib qoladi, ammo u qulflangan edi. Biroz o'tib Amanda bozor o'chor qilgani do'konga chiqadi. Ortiga qaytayotgan ayol qandaydir erkak ancha vaqtga yetadigan oziq-ovqatlarni mashinasiga ortayotganligini ko'rib qoladi. Bu unga g'alati ko'rinadi, ammo e'tibor bermaslikka harakat qiladi. Oila obedni issig'ida cho'milgani sohilga kelishadi. Amanda bu yerda odamlar kamligini ko'rib xursand bo'ladi. Akasi shaftolilarni poylayotgan vaqtda Rose ular tomonga ulkan kema yaqinlashayotganligini ko'rib qoladi. Qolganlar bunga e'tibor qilishmaydi, ammo u to'xtamasdan ular tomonga yaqinlashardi. Buni ko'rishgach, nimadir netoligini tushunishadi. Oxiri turgan qoch boshlanadi va kema sohilga chiqib qoladi. Shu sabab plyajni yopib qo'yishadi. Er-xotinlar uyga qaytishgach, Wi-Fi ishlamayotganligini ko'rishadi. Hovlida og'ularni ko'rishgach, bu yaxshilik belgisi deb taxmin qilishadi. Tunda Amanda tashqaridan kelgan shovqinni eshitadi va kimdir eshikni taqillatadi. Clay har ehtimolga qarshi qurollanib oladi, ammo eshik ortida ularni taniydigan odamlarni ko'rishgach hayron qolishadi. Ma'lum bo'lishicha, bu ota-qizlar uyning haqiqiy egalari ekan. Amanda arenda haqida gaplashib olish uchun aynan George bilan email orqali gaplashgan edi. U ogohlantirishsiz kelganligi uchun uzr so'raydi, biroq telefonlarda aloqa bo'lmaganligi yetmaganiga ota-qizlar konsertga borishganda kutilmaganda chiroq o'chib qolgan va konsert qoldirilgan. Ular esa osmono'par binoda yashashardi. Shaharda chiroq o'chganligi sabab oyog'i og'riydigan George zinadan chiqa olmasdi. Shu sabab bu yerga kelishgan. Amanda oldiniga ularga ishonmaydi va George 50% chegirma qilib berishini va qizi Ruth bilan mehmonxonada tunab qolishini aytadi. U uy egasi ekanligini isbotlash uchun ichimliklar turgan javonni ochib, ichidan qandaydir konvertni oladi, biroq u yerda yana to'pponcha ham bor edi. U konvertdagi pullarni kompensatsiya sifatida ularga beradi. Biroq Amanda unga hali ham ishonmaydi. Clay esa ularga imkon berishi uchun xotinini ko'ndiradi. Clayni qimmat ichimliklar bilan siylagan George bu uy tarixi haqida aytarkan, Deni uning xizmatchisi bo'lganligini va xotini komandirovkaga jo'nab ketganligini aytadi. Uning gapini bo'lgan Amanda undan pasportini ko'rsatishini so'raydi, ammo George uni boshqa kiyimi ichida qoldirgan ekan. Bu esa Amandada yana shubha uyg'otadi. Kutilmaganda trevoga ovozi eshitiladi. Ruth televizorni yoqqandi, unda esa mamlakat bo'ylab favqulodda holat e'lon qilinganligini xabar qilishadi. Shu sabab ota-qizlarning uyda qolishlariga ruxsat berishdan boshqa ilojlari qolmaydi. Podvaldagi mehmonxonaga tushgach, George nimadandir xabardorligi ma'lum bo'ladi. Yarim tunda televizor o'zidan o'zi yonadi va butun dunyo hakerlari AQShga hujum qilganliklari ma'lum bo'ladi. Ertalab uyg'ongan Amanda unga favqulodda xabarlar kelganligini ko'radi. Unda esa hakerlar hujumiga uchraganliklari va chiroq o'chganligi haqida yozilgan edi. U tezda Clayni uyg'otadi, ammo u telefonga qarayman deguncha xabarlar o'chib ketadi. Clay ma'lumot olish uchun gazeta olgani jo'naydi, biroq GPS ishlamayotganligi sabab adashib qoladi. U aloqa ushlash uchun mashinadan chiqadi va radio ishlaganligidan bexabar qoladi. Bir necha soniyalik efirda boshlovchi mamlakat katta kiber hujumga uchraganligini, bu esa hayvonlarning ko'chib kelishiga turtki bo'lganligini xabar qiladi. Ilojsiz ortga qaytgan Clay yo'l bo'yi unga qo'l siltayotgan ayolni ko'rib qoladi. Clay unga yordam kerak shekilli deya mashinani to'xtatadi, biroq u faqat ispan tilida gapira olardi. Nima qilishini bilmagan erkak esa unga e'tibor qilmasdan yo'lini davom etadi. Kutilmaganda samoda ketidan qizil tutun chiqib kelayotgan samolyotni ko'rib qoladi va undan qocha boshlaydi. Boyagi qizil tutun esa shunchaki qizil qog'ozlar bo'lgan ekan.
Bu vaqtda Jorj ham qo'liga qurolni olib, qo'shnisini ko'rgani keladi. U tinmasdan kechadan beri g'oyib bo'lgan xotiniga xabar jo'natadi. Afsuski, bitta ham xabar jo'nata olmaydi. Qo'shnisining uyi esa xuddi axlatxonaday ivirsib yotardi. Eshik ochiq edi va ichkariga kirgan Jorj urush bo'lganday holatni ko'radi. Jorj sun'iy yo'ldosh telefonidan foydalanmoqchi bo'ladi, ammo u ham ishlamasdi. Ortiga qaytayotganda plyajga bir buyumlarni tashlaganliklarini ko'radi va o'sha yerga borgach qimmatbaho soatni topib oladi. U soatni olay deganida soat egasining qo'li bilan chiqib keladi va uchuvchining jasadini ko'rgan Jorj ishtoniga qo'yib yuboradi. O'rnidan turgach plyajga samolyot qulaganligini ko'radi. Ko'p o'tmasdan yana bir samolyot to'g'ri uning ustiga keladi va jonini qo'ltiqlagan Jorj yugurib qochib shu yaqin oradagi uyga yashirinishga ulgurib qoladi. Roz esa juda ham xafa edi. Sababi sevimli kinomaniyasi bugun kino chiqarardi. U esa uni ko'ra olmadi. Ko'chaga chiqqan qiz orqa hovlilarda oxular party qilayotganligini ko'radi. Uyga qaytgan Jorj Amandaga qandaydir hodisa sodir bo'lishini sezganligini va bozordagi g'alati harakatlarni kuzatganligini aytadi. U plyajdagi hodisa haqida aytishni boshlaganida to'satdan portlash ovozlarini eshitishadi. Portlash qattiqligidan quloqlari garang bo'la yozadi. Amanda bolalarni topish uchun o'rmonga chopqillab ketadi, ammo ovoz shunchalik qattiq bo'lganligidan azoblanib tizzalab oladi. Ovoz ko'pga cho'zilmaydi va hamma uyga qaytadi. Amanda Denining bir talay oziq-ovqatlar olganligini ko'rganligini va u ham nimadir bo'lishini bilganligini aytadi. Bu vaqtda Clay ham uyga kirib keladi va fors tilida yozilgan qog'ozlarni ko'rsatadi. Video o'yinlar orqali bu tildan xabardor bo'lgan Achi unda Amerikaga o'lim deb yozilganligini aytadi. Bu xabardan lol qolgan er-xotinlar Jorjning ogohlantirishiga qaramasdan qarindoshlarnikiga yo'l olishadi. Biroz yurganlardan so'ng sirena ovozlarini eshitishadi va yo'lni bir talay Teslalar to'sib qo'yganligini ko'rishadi. Ammo yon atrofda hech kim yo'q edi. Kutilmaganda ortilarida yana bir Tesla paydo bo'ladi va Amanda tezda mashinasiga o'tirib, bir chetga o'tib qolishga ulguradi. Bu vaqtda Elon Johnning mashinalari bir-birini ketini buzishga oshiqardi. Boshqa iloji qolmagan oila Jorjning oldiga qaytib kelishadi va qolishlariga ruxsat olishadi. Tun tushgach barcha uyquga ketadi, ammo tayog'i tikkalangan Achi Hello Salihga kirib, slif bo'lgan qizlarning rasmini ochib olib, tayog'ini o'tkirlaydi va ildizdan suv chiqqach shirin uyquga ketadi. Bu vaqtda Amanda bilan suhbatlashib o'tirgan Jorj uning mijozlaridan biri Pentagonda ishlashini va aynan u orqali nimadir sodir bo'lishi mumkinligi haqida bilganligini aytadi. Zerikarli suhbatdan charchashgach, Jorj Amandani alohida xonasiga taklif qiladi va birga janzega o'ynay boshlashadi. Qo'shiq tugagach bir-birlarini quchoqlab qolishadi va Amanda oilaviy ekanliklarini aytib, undan tayog'ini tortishini so'raydi. Jorj esa uning xotini allaqachon o'lgan bo'lishi mumkinligini aytadi. Ayni damda kechagi ovoz yanada kuchliroq yangraydi va chiroqlar dosh bera olmay sinib ketadi. Endi shahamga kuni qolgan odamlar qulayroq bo'lishi uchun bir kravatda uxlashga qaror qilishadi. Ertasi kuni tongda Rozning g'oyib bo'lganligini tushunishadi. Uyqudan uyg'ongan Achining issig'i oshib, qayd qilishni boshlaydi. Ko'zguga qaragach, tishlari to'kilayotganligini ko'radi. Achi uni 2 kun oldin qandaydir hasharot chaqib olganligini aytadi va uni yordam so'rash uchun Denining uyiga olib ketishadi. Bu vaqtda Amanda va Rutlar Rozni izlab o'rmonga kirishadi. Yo'l yurib charchashgach, dam olgani kulbaga kirishadi va to'satdan tortishib qolishadi. Ular bir-birlarini yoqtirishmasdi, shu sabab o'rtada kelishmovchilik kelib chiqadi. Biroq qo'rquvlar haqida bo'lishgach, biroz yaqin bo'lib olishadi. To'satdan tashqarida nimadir yurganligini eshitib qolishadi. Tashqariga chiqqach, Amanda velosiped izini ko'radi va uning ortidan ketmoqchi bo'lganida Rutni kiyiklar o'rab olganligini ko'radi. U ikkilanib o'tirmasdan kiyiklar oldiga borib ularni qo'rqitmoqchi bo'ladi, biroq ularning bunga tupurib qo'ygani bor edi. Ammo nimadir bo'ldi-yu, ketishga qaror qilishdi va ikkovlon quchoqlashib ovunib olishadi. Bu vaqtda erkaklar Denining oldiga kelishadi, ammo u ularni haydab, qo'lida qurol bilan chiqadi. U shunga o'xshash shovqin Kubada ham bo'lganligini va bu radiatsiyaga sabab bo'lganligini aytadi. Achi ham aynan shu sabab kasallangan edi. U yana ruslar o'z odamlarini bu yerdan olib ketganliklarini aytadi. Bu esa urush yoqasida turganliklarini bildirardi. Unga Jorjning do'stligi ham, Clayning pullari ham kerak emasdi. U shunchaki oilasini himoya qilishni istardi. Bundan so'ng yordamga muhtoj bo'lishsa, bunkeri bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shnilarnikiga borishni taklif qiladi. Jorj dorisiz ketishni istamaydi va ikkovlon bir-birlarini nishonga olishadi. Oraga tushgan Clay ta'sirli so'zlar bilan dori juda ham zarurligini va u ham oilasini himoya qilishga urinayotgan
qilayotganligini aytadi. Oxir-oqibat rozi bo'lgan Deni anchagina pul evaziga ularga dorini beradi. Achi dori ichayotganda Deni bu ishni karislar qilganligini aytadi. Clay bu eronliklarning ishi ekanligini isbotlash uchun unga qog'ozni ko'rsatadi, ammo Denida dalillar ko'proq edi. Telefonlar ishlamay qolishidan oldin San-Diegolik do'sti unga uchuvchisiz dron qandaydir sharqiy tilda yozilgan qog'ozlarni ularning hududiga tashlab ketganligini aytadi. U xitoycha yoki karischaga o'xshar edi. Denining o'ylashicha, AQShning dushmanlari birlashib, uni yo'q qilishga kirishgan edi. Mashinaga o'tirishgach, Jorj u oldin eshitgan mish-mishlarni Denining ma'lumotlari tasdiqlaganligini aytadi. Bu mamlakatni ichkaridan yo'q qilish uchun qo'llaniladigan 3 ta usul edi. Ular oldiniga kommunikatsiya va transportlarni o'chirib, fuqarolarni izolyatsiya qilishadi. Bu esa odamlarning sarosimaga tushishiga va xavf boshlanishiga sabab bo'lardi. Odamlar bir-birlariga ishonishdan to'xtashgach, xalq amaldagi hukumatni ag'darib, o'z hokimiyatlarini o'rnatishga harakat boshlashadi. Bu esa mamlakatning tugatilganligini bildirardi. Bu vaqtda Rozni izlab yurgan ikkovlon shahar butunlay olov ichida qolganligini va o'q ovozlarini eshitib hayratga tushishadi. Roz esa shuncha vaqt qo'shnilarning uyida yeb-ichimni paqqos tushirayotgan edi. Qorin to'qlagan Roz ketmoqchi bo'lganida podvaldan chiqayotgan ovozlarni eshitib qoladi va koridor bo'ylab yurgach, Deni aytgan bunkerni topadi. Ichkarida esa yo'q narsaning o'zi yo'q edi. Favqulodda holat tizimini ishga tushirgan qiz AQShning barcha shaharlari hujumga uchraganligini va radiatsiya kuchi oshib ketganligini eshitadi. Javondagi DVD disklar to'plamini ko'rgan Roz ular ichidan Kinomaniyaning so'nggi filmi yozilgan diskni topadi va nihoyat mazza qilib tomosha qiladi. Tamom.